Короче, ko'pchilik so'raydida, har doim so'raydi qayta qanaqa qilib o'qishga kelgansan yokida kim yordam bergan, qaysi agentlik yokida nimaga O'zbekistonda o'qimagansan deb ba'zi bir xillar O'zbekistonga o'qishga kira olmagansan-da deb ham qo'yishadi-da. Shuning uchun o'sha narsa haqida ozroq gapirmoqchiman. Endi 38 million aholiga qiziq bo'lmasa ham 1-2 millioniga qiziq bo'lib qolar. To'g'rimi? Itga ham qiziq emas. Maktabni tugatdik, hamma o'zini o'qishga yokida o'qimaganlar ishga urdi. Shu jumladan men ham Toshkentga xorijiy til va adabiyot universitetiga kirganman. Lekin shu har bir oilada bitta farzand bo'ladi, miyasi sal ketib qolgan. Shu men yo'q, bu yerda o'qimayman, shu chetga ketaman, boshqa joyda o'qiyman degan narsa bilan turib olganman va uydagilarim ruxsat bermadi boshida va keyinchalik uydagilarga qarab, iltimos, ketay, ruxsat beringlar. O'qishga ketay, lekin agar ruxsat bermasanglar ham o'qimayman baribir. Mayli, ketaveraman Toshkentga, lekin universitetga kirmayman-da, o'qimayman-da, yuraveraman o'sha yoqlarda. Iltimos deganimdan keyin boshqa iloji qolmagan. Va o'shandan keyin 1-2 oy o'qib, yana IELTS topshirib, yetarlicha balo olganimdan keyin Worldus degan agentlik bilan bog'langanman va ular o'sha Toshkentda joylashgan, adashmasam deyarli hamma viloyatda nimasi filiali bo'lishi kerak. Va ular bilan gaplashib davlat tanladik. O'zi Varshava, Polsha o'zi oldindan miyamda bor edi. Mana shu miyamda va keyin ular shu yordam berdi hujjatlar bilan universitetga topshirishga. Hech qachon unaqa rahmat, unaqa bla degan gaplar aytmagan ekanman. Shu jumladan hozir aytib qo'yay. Qadrli Worldus jamoasi, katta rahmat. I really appreciate that. Universitet qabul qilgandan keyin kontrakt to'laganman 3000 ga yaqin. Odamlar 18 yoshda, 19 yoshda mashina oladi-da, ba'zilar. Men mashina sotganman, kontrakt to'layman deb. Birinchisi men bo'lsam kerak. Bu yerda to'lagan 1 yillik kontragtim siz O'zbekistonda 4 yilga yetib bortardi. Va biroz muddat davom etgan elchixona bilan bo'lgan bosh og'riqlardan keyin va nihoyat viza oldim va uchib kelganman. Bo'ldi.